Andijon viloyatining har bir shahar va tumanlaridagi xonadonlarga suv hisoblash uskunalarining o'rnatilishi orqali ta'minotdagi shaffoflikka erishilmoqda. Bunda nafaqat ichimlik suvi, balki iste'molchining mablag'i ham tejalayotgani e'tiborlidir. Bundan Oltinko'l tumanidagi Andijon mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ham minnatdor. Boisi ular bu amaliyotni o'z turmushlarida sinab ko'rdilar. Hozir ham mahalladagi 200 ta xonadonga suv hisoblash uskunalari o'rnatilmoqda. Sheyga tushganimga 66-yil kelgan bo'lsam, salkam 60 yil bo'lib qolyapti. Men kelgan yillarda 78-79-yillarda daryodan suv toshib olib kelib ichganmiz. Ariqda bo'lmay qolardi, krant yo'q edi. Mana Allohga shukr, bundan buyog'ida mana mustaqillik bo'lib o'zimizga chiroyli, erkinlik bo'lganligi uchun krantimiz tushyapti. Avval uchochuk yo'q edi, mana uchochuklar kelib qo'yildi. Chiroyli qancha o'zimiz tejab, tergab, ishlatib, haligi suvni qadriga yetadigan bo'lsak, xalqimiz, yurtimiz, elimizda hech qachon suvdan kamchilik bo'lmaydi. Xalqimiz rozi bu ishlardan. Prezidentimizga ming bor rahmatlar aytamiz. Ushbu mahallada 8 ta ko'cha bo'lib, 3000 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Hududiy ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash yo'lga qo'yilgan. Suv hisoblash uskunalarini o'rnatish orqali ana shu sifat darajasi yanada ortadi.